Lavash xamiridan judayam sochni bo'lgan turkcha yog'lama taomini birgalikda tayyorlaymiz. Qozonimizga yog' va bir bo'lakda sariyog' solib, qiymalarimizni birinchi qovurib olamiz. Qovurilib suvlari chiqqandan keyin bir dona kubik to'g'ralgan piyoz hamda chesnokni mayda qilib to'g'rab solamiz. 2 dona maydalangan pomidor hamda yarimtadan bolgarskiyni mayda qilib to'g'rab solib, bitta tomat yokida qizartiradigandan qo'shamiz. Ziravorlardan tuz, murch va paprika solamiz. 1 stakanda suv solib, ozgina qaynatamiz. 15 daqiqa qaynatganimizdan so'ng qiymamiz ham tayyor. Dumaloq lavash xamirlarimizni olib, chetlarini qiymani yog'iga botirib olamiz va idishga qo'yib, ustidan qiyma qo'yamiz. Va shu tartibda birin-ketin terib chiqamiz. Menda 3 ta lavash xamiri ketdi. Eng ustki qavatiga esa kefir bilan chesnokni aralashtirib qo'yamiz va ozgina sariyog'ni eritib, uni ham ustidan quyib yuboramiz. Mana juda ham mazali taomimiz tayyor bo'ldi. Hayotga ancha sizga bir eslatma. Kitchen Life kanali Instagramda ham o'z sahifasini olib bormoqda. Videoga like bosishni unutmanglar.